O'rtada orqamda turgan texnika haqiqiy non topar texnika. Hozirgi kunda mijozlarimiz bundan foydalanib yaxshigina daromad topmoqda. Kelinglarga ham bu texnika haqida batafsil tushuntirib o'taman. Texnikamiz betonni meshalka. Bu texnikamizda 0.8 kubdan 6,5 kubgacha bo'lgan turlari mavjud va siz ko'rib turgan texnikangiz esa 3,5 kubalik betonni meshalkamiz. Har 15 minutda 3,5 kub betonni qorib beradi. Bu texnikamiz UCI dvigatel bilan jihozlangan. O'zini foydalanib bo'lgandan keyin karcherlari mavjud. Ya'ni foydalanib bo'lgandan keyin karcher bilan o'zini yuvib olsangiz bo'ladi. Gidravlik rul, hamma joystick upravleniyasi bor. Old orqa qismini ko'rsatadigan monitorlari mavjud va bu qismda sement bochkasi mavjud. Sement bochkasi nima uchun xizmat qiladi? Ya'ni yerga qo'yib qo'yganingizda sementni ichiga solasiz, o'zi ko'tarib oladi. Tayyor bo'lgan rastvorni keyin mana bu silindr orqali bu ko'tarib berilgandan keyin to'kib beradi. Suvni ham o'zi tortib oladi. Aynan siz ko'rayotgan 3,5 kubalik betonni meshalkamiz bir kunda 100 kubgacha bo'lgan betonni bemalol qoriydi. O'rtoqlar, bu texnikalarni, ya'ni 0.8 dan 6,5 kubgacha bo'lgan texnikamizni bemalol pul ko'chirish, naqd, kredit, lizing asosida ham nomingizga rasmiylashtirishingiz mumkin va ushbu ma'lumotlarni batafsil olish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki Tex Service Group sotuv ofisiga tashrif buyuring.